Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasa mana Andijon avtomashina bozoridan syomkalarimiz qilganmiz. Bu qismga qo'ldan kelgancha azizlar Nexus 3 lardan syomka qildik. Mexanika, avtomat har xillaridan bor video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishda azizlar, kanalimizda mehmonlar albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga nomi bilan imni yozib qoldiringlar. Qo'ldan kelgancha topib syomka qilishga harakat qilamiz. 18 ga 19 midi bu? 2018 ga 19. Yurgan 280 ming kilometr bosib o'tgan, ikkinchi paysi mexanika. ABS bor, konditsioner bor, metan gazlari bor. Ekonomizlari bor. Motor ходовой коробка. Balonlari yaxshi holatda. Salon holatlari mana. Kovrilari bor, linoleum qilingan, chexollari yaxshi holatda. Xo'p. Hech qanaqa rasvoti yo'q aka buni. Minishga tayyor holatda. 90 talik temir metan gaz. Zapas baloni bor, pol holatlari. Savoq holatda. 2018 ga 19 280 ming yurgan mexanika. Toza bu. Toza aka. Nech pul narxi? Buni 7000 dan o'tib beramiz. 7000 dollar kami bor naqd pulga. 2-3 oyga nasib berasizmi buni ham? Beramiz uni ham. Generalniy davenish bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ldi. Bitta nomeringizni qaytarib qo'ying. 88 lik 413 413 57 57 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2018 ga 19 kraskasi toza ekan. Bemalol kelib ko'rib tekshirib olasizlar. Navbatdagi Nexus 3imiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, oxirgi chiqqanlardan 106 ming kilometr bosib o'tgan ekan, ikkinchi paysi mexanika. Xo'p, mana gazlari bor, ABS konditsionerlari bor. Motor ходовой коробкasi zo'r. Balonlari yaxshi holatda. Mashina ikkinchi paysiyada mexanika azizlar. Salon holatlarini bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Kichkina monitori bor ekan. Ichki holatlari yaxshi. Salonlari. Xo'p. 90 talik temir metan gaz, zapas baloni bor, damkirat kulishlari, pol holatlari zavod holatda. 2023 106 ming kilometr bosib o'tgan. Kraskasi qanaqa buni? Bitta kriloda petno bor. Xolosmi? Nech pul narxi? 9300 kami bor. Sodiq Madizm aka? Narxi so'rab ketishyapti. 1200 dollar puli borga bank yo'llari orqali ham kelishaveramiz. Bo'ldi. Barter nasiyalarichi? Deo mashinasiga barter qilaveramiz. Bank orqali kelishamiz. Bu telefon nomeringiz? 33 291 23 45. 291 23 45. Aloqaga chiqaverasizlar. 2019 navbatdagi Nexus 3imiz JK2 svetidan. Qancha yurdi bu aka? 200 ming? 200 ming kilometr bosib o'tgan, ABS bor, konditsioner bor, metan gazlari bor. Motor ходовой коробkalari zo'r. Balonlari yaxshi holatda. 4-paysani diskasi qo'yilgan ekan, Cobaltga. Shumka bor ekan-a? Shumkasi bor. Salon holatlari mana. Kovrilar bor, linoleum qilingan. Ochilmadimi? Orqa salonlari. Gazi 90 talik temir ekan aka. Zapas baloni bor, pol holatlari shumka qilib qo'yilgan. Xo'p, 2019 200 ming yurgan ikkinchi paysi. Kraskasi qanaqa? Bitta krilosda. Qolgan joyi tozami? Nech pul narxi? 7,5 ming deyapmiz. 7,5 ming dollar kami bor. 1200 so'm bo'lsa, buni ham bank qilib chiqarib beraveramiz. O'zining nomiga chiqadi. 3,350 mingdan chiqadi. 4 yil. Generalniy bo'lan bo'lmaydimi? Generalniy ham naqd pulga kelishadigan bo'lsa, yenggan chiqaveradi. Bu telefon nomeringiz? 33 291 291 23 45. 23 45 raqamiga aloqaga chiqaverasizlar. 2018 ga 19 navbatdagi Nexus 3imiz mexanika bu. Mexanika. Yurgani qancha edi? 200 ming. 200 ming kilometr bosib o'tgan, ekonomizerlari bor, ABS bor, konditsionerlari bor, metan gazlari bor. Motor ходовой коробkasi? Balonlari ham. Baloni yangi ekan-a? 4 ta yumshoq yangi balon qo'yib qo'yilgan. Salon holatlari, mers rul, chexollari yaxshi. Kovrilari bor, linoleum qilinmagan, monitor qo'yilgan, video registrator qo'yilgan. Orqa salonlari tonirovkalar tortib qo'yilibdi. 90 talik temir metan zapas balonlari bor, pol holatlari zavod holatida.
2018 19 200 ming yurgan. 200 ming yurgan. Kraskasi? Kapot bilan shu oldi krilodi 3 da petnosi bor. Xo'p, nech pul narxi aka? 7400. 7400 kamini qilib berasiz. Ha, ozgina o'tdi. Generalniy chiqadimi, chiqmaydimi bu? Chiqadi. Chiqadi. Nasiya barter yo'llarichi? 5000 puli boriga variant qilib beramiz. Bo'ldi. 5000 dollarga nasiya savdoga chiqaveradi. Telefon raqamingiz? 90lik 90lik 572 572 38 38 19. 19 raqamiga Nol, aloqaga 09. chiqasizlar. 3809. Ha, 09. 2021 navbatdagi Nexus 3'imiz qorasini so'raganlarga 4-pozitsiya. Qancha yurdi bu? 85 ming teparog'i. Xo'p, 85 mingdan ko'proq yurgan, ABS bor, konditsioneri bor, metan gazlari bor. Motor ходовой korobkalari Zo'r. balonlari yaxshi holatda. Xo'p, ruxsatnomasi-chi buni? 1 yil ruxsatnomasi. 1 yilga tonirovka ruxsatnomasi bor. Malibu bar, Mers rul qo'yilgan. Ichki holatlari mana. Kovrilari bor, linoleum qilinmagan. Salonlari. Gazi 90 talik temir, ha? Zapas balonlari bor, pol holatlari zavod holatda. Xo'p, qancha yuradi bu 21? 87. 87 ming yurgan 2021 4-pozitsiya. Kraskasi? Toza. Bitta karnizda petno bor dedingiz, ha? Rixtovkasi. Ha, rixtovka. Kraska umuman sepilmagan. Nech pul narxi? 10200 lira. 10200 kami bor. Bermaganingiz bo'ldimi, bo'lmadimi aka? Berishyapti bozor. Bo'ldi. Nasiya barter yo'llarichi buni? Bor. Kelishiladi. Kelishiladi. Nasiya savdoga ham 50-60% pul bo'lsa qilib beraverasizmi? Beraman. Generalniy bo'ladimi? Endi chiqadi. Bo'ldi. Telefon raqamingiz? 93lik 93lik 258 258 88 88 84. 84 raqamiga aloqaga chiqasizlar. 2018 ga 19 navbatdagi Nexus 3'imiz. Qancha yurdi bu? 102 ming. 102 ming kilometr bosib o'tgan mexanika. Motorasi o'tmaydimi? Motorasi o'ti yo'q. Bir motor. Xo'p, ABS'lari bor, konditsioner, metan gazlari bor. Kraskasi tozami? Kraskasi toza. Balonlari yaxshi holatda. Salon holatlari. Chexollari yaxshi holatda, izlar mana. Kovrilari bor, linoleum qilingan. Salonlari. Gazi 90 talik temir. Zapas balonlari bor, pol holatlari zavod holatda. Yurgan qancha edi? 102 ming. 102 ming yurgan 2018 ga 19. Kraskasi qanaqa? Top toza. 100% toza. Xudo xohlasa. Nech pul narxi? 8600 o'tib beraman. 8600 dollar kami bor. Savdo qilmadingizmi aka? Akam qilgandir men. Bo'ldi. O'n- Nasiya o'n barter qanaqa yo'llari bor? Kelishamiz telefon qilsa. Kelishiladi. Generalniy bo'ladimi? Ha, mana ketdim. 90lik. Generalniy bo'ladimi? Ha, bo'ladi. 90lik 759 759 70 17. 70 17 aloqaga chiqaverasizlar.